Sadaqa beringlar, sadaqa beringlar, sadaqa beringlar, iltimos, och qoldim, pulim yo'q, sadaqa. Aka, iltimos, pul bering, och qoldim, aka. Meni nimaga itora olasan? Sen bo'lmish. Aka, sadaqa bering. Boring, dalbayoq. Shukr, sadaqa bering. Aka, iltimos, pul bering. Borsanchi, otizimni hamma narsasini buzib tashlading, yipan. Pulini to'la buni. Boring. Bunchaga telefon qilaman. Aka, iltimos, sadaqa bering. Boring. Sendagi bomjlar bilan boshqa ishim yo'qmi, yipan? Aka, to'kini urmanglar. Bugungi ish o'xshamadi menimcha, do'stlar. 61 ta, 63 ta g'olim bor. Nima qilaman? Xizmat qilsam bo'lar ekan. Ikkita pulim qoldi. Pulim qoldi. Qonim och bo'lsa qanaqa qilib yeyman bilmadim. Qayerga ishlash kerak bularni. Ish topish kerak ekanlar, bilmadim bunaqa yurishda. Bilmadim yana nimalar qilsa bo'ladi. Xo'p, odamlardan so'rab chiqaychi, ish bormikan menga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qalaysan? Menga bitta ish yo'qmi aka? Boring jinni, men senga o'xshagan bomjlarga ish bermayman. Mayli aka, bomjlab tashlamang unaqa. Nima qilsam bo'ladi? Men bitta o'tib ham bo'lmayapti. Menimcha menga ish bermaydi. Menga o'xshagan bomjlarga. To'xtachi. Behruz degan bitta o'rtog'im bor edi. O'shanga bitta ish yo'qmi ekan? Assalomu alaykum, o'rtoq. Salom, qalaysan? Behruz, senga bitta ish bo'yicha kelgandim. Qanaqa ish? Menga bitta ish kerak-da. Menda hozir umuman ish yo'q. Bitta to'xtab turgani, men o'rtog'imga bitta telefon qilib ko'ray, unda ish bo'lmasa bilmadim yana. Xo'p, hozir men kutib turaman ko'chada. Xo'p, mayli, borib turaver. Kutib turamiz birpas. Bir narsalarni o'ylab turamiz-da. Buni ham ekinlari juda ham ko'p. Ikkita, 3ta bog'i bor buni. Behruz, o'rtoq, ish topildimi? Yo'q, ish yo'q-da. Endi ertaga yana o'ylanib ko'raman. Agar ish bo'lmasa, o'rtog'ingni to'g'ri tushunasan. Xo'p, mayli o'rtoq, bo'pti. Xo'p, mayli. Bu ham kompyuterda ishlaydi, bir bog'lari bor, mashinasi bor. Qaniydi men shunday bo'lsam. Bitta abed bo'ldi, uxlab olay. Mana kechqurun soat 6 bo'libdi. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam bo'larkan? Xo'p, so'rayman. Boshqacha. Iltimos, yordam beringlar, menga pul kerak. Iltimos, akalar, pul kerak.
Pul kerak menga, pul kerak, aka, pul kerak. Hech kim yo'q, hech kim kelmaydi. Hop. Bitta bog'larni sayr qilib kelaman o'rtoqlar. Voy. Nima bo'lyapti? Bu yerda teshiklar ham ko'pda. Hop. Aylangan bilan nima foyda ko'p pul olib telefon olsam juda ham zo'r bo'ladi. ish kerakda menga pulda. Mana shu bratdan so'raydi. Assalomu alaykum aka. Men ichari borman, o'zingda bor ukam. Xo'p aka. Iltimos bilan kelganimda. Mayli, iltimosingni aytib o'tsin. Menga ish kerakda. Ish? Xo'p. Ha. Bedavotdan ish bor. Mening uyim 4-chi uy. Ana shunda yonidagi o'tlar bor-ku. Ha. Ana shuni hammasini o'rib bo'lgandan keyin yonimga kel. Xo'p. Qaysi edi? Menimcha bu 1, bu 2, bu 6-chi uy, bu 8. Xo'p. Mana shu. Mana shuning o'tlarini olib chiqaman do'stlar. Ketdi. Valla buni men qirqmayman. Shuning uchun buni mazmunini tushunib, normal qilib qilasizlar. Qo'llarga ketdi. Xo'p. Bularni tezroq o'rib olish kerak do'stlar. Tezroq o'rsak, tezroq pulni olamiz. Menga 5 ta bo'lsa ham o'zini bersa edi. O'zi boshqa tarafdorim buni qilish kerak. Behruznoyiku. Hali o'rtog'im buni ham chetlarni tozalab tashlayman. O'rtog'im ertaga menimcha o'lsa, ertaga bundan ham zo'rroq ish topiladi deb o'ylayman. Ana bratanni yoniga borish kerak endi. Ana bratan. Bratan. Eshitmayman ekan. Deyapman. Ha, bo'ldimi? Hammasini o'rib bo'ldim. Menga endi qancha pul berasiz? Senga pul yo'q. Ha. Albatta menga ukam. Nimaga unaqa deyapsiz? Akam senaqa bo'lishlarni hammasini aldayman. Bundan keyin nima deyman? Tushunsanmi? Aka nima deb tashlayapsiz? Bitta urmashib deb o'ldirib qo'yaman hozir. Nima deyapsiz? O'zingdan bor. Nima qilasan? Bo'rdingni yoraman hozir. O'rningdan so'kib qo'yaman hozir. Ukam. Ha, shunga ham olib berasan hozir, tushunma. Ket deyapman.
qara menda qara menda 3 ta o'rtog'im bor, nima qilib berasan? Mayli meni kechiring aka, mayli. Xo'p, keyingi safar oldimdan chiqmachi, deymi? Xo'p. Agar yana bitta o'rtog'im bu yerdan chiqsang, o'ldiraman. Xo'p, mayli akalar. Marazning ishini qilib ketdi bu. Jinnivoy. Dalbayo'q biladi. Marazning ishini qilib ketdi. Tushib ketaman hozir. Ertaga bir gap bo'lar. Xo'p. Uxlayman. Bugun emas kunim bo'ldi-da. Xo'p. Albertning yoniga boraychi. So'g'on tushibdi lekin bolalar. So'g'on tushibdi lekin. Obed, assalomu alaykum o'rtoq. Qaniysan, Yora? Men kelgandim seni yoningga. Xo'p, keldik. Nima sabab? Esingda yo'qmi? Men ish so'raganda. Ha, ish. Men, do'stlarimdan so'radim, afsuski ish topilmadi. Mayli. Lekin bitta ish bor. Qanaqa ish? Mana shu yerda bog'larim bor-ku. Xo'p. Mana shularni hammasini o'sganlarni olasan-da, menga olib kelib berasan. Keyin senga 15 ta olmos beraman. Xo'p. Qachondan ishga tushing? Hozir tushsam ham bo'laveradi. Mayli. Hozir ishga tushamiz. Nima deydi? Mana ishga tashib qo'yamiz. Bo'skan. Hammasini yeb boryapman. Biron narsasini yeyish mumkin emas. Bu yomon narsa. Ertaga qiyomatda javob berasizlar. Yomon narsa bu. Xo'p. Ularni ham qilaman. Hammasini oldik, qolmadi. Buni bo'ldi. Qoyalar hali o'sadi. Buni olaman. Bularni ham olaman. Yo'q. Voy. Bir qoch hozir yana portlatadi. Qoch. Mayli behujona kesalargina yeb turaman. Bu yoqqa deyapman, man bitta portlat. Voy do'stlar. Nima bo'ldi? O'lib qoldim. Obodga nima deyman endi? Hammasini topishim kerak. Voy. Bu yerdan ham bor. İşte. İşgalab Obodning narsalari ketib qolmagan bo'ldi-da. Kartoshkasi ketib qo'ygan. Obodga hammasini tushuntirib beraman endi. Obod debman. Obod deb boshqa o'rtog'imga deyapman. Boshqani ekani bu. Mayli nima deymiz boshqa. Behruzning uyi qani? Mana. Mayli. Hammasini tushunadi deb o'ylayman.
meni hamma tushunib kelgan-ku yosh vaqtimda darslarda yordam bergan. Kartoshkalarga tegmadim deyman. O'rta men kartoshkalaringga tegmadim. Ha, men sana aytmoqchi edim senga. Ketib qolding. Mayli, to'g'ri ish qilibsan. Mana sening narsalaring bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Mana urug'laring ham. Mana hammasi. Mana. O'rtog'ingga oyligini beraversin. Qara, senga bir narsa demoqchi edim. Ertaga yana ishlaysan-ku borda. Ana shunda ertaga oyligingni 2 barobar qilib beraman. Mana shu oylikka qo'shib 55 ta qilib beraman, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mayli, undan sog' bo'l. Do'stlar, bilaman. Ertaga 55 ta qilib beradi. Mayli do'stlar, sizlar bilan zona bo'ldi do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan zona bo'ldi. 10 talar bo'lsa do'stlar, buni davomi chiqadi do'stlar. Davay.